Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Ve ba'd. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilma ya rabbel alamin. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah yazgan Fiqhul Ekber namlıq bu qimmatlik asarning sharhi. Ebil Muntaha Ahmed ibn Muhammed el-Maghnisavi rahimahullah yazgan Şerhu Fiqhul Ekber. Demek biz metin bilen şerhini billa okuyumuz inşallah. Aldı bilen metni okuyumuz. Bugün kelgan mazmunumuz bo'lsa, bugünkü mazmunumuzda İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah bizga İslam fitrisi haqida. İslam fitrisi haqida İslam fitrisi bilen bizga bugun Ro'z Misoq kunida ahd e'longan zar olimi, zar dunyosini mushaqidagi aqidaga oid bo'lgan bilimlarni İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah bizga bugun so'zlab berdi. Deydiki: "Xalaqallohu Teala el-xalqa saliman minel kufri vel iman." Allah azze ve celle xalqni kufrdan ve imandan hali halda yarattı deydi. Allah azze ve celle xalqni kufrdan ve imandan hali halda yarattı. Yani asli nima deyotganda, yani Ro'z Misoqda Adem alayhissalomniki sulbidan chiqib yotgan vaqtida, yani kufr ve iman, bizde kufr, iman ikki xil bo'ldi. Bir kufr fitr, iman fitri, iman kesbi. İman kesbi, kufr kesbi deb bo'linadi. Xalqni hamda Alloh taolo yaratganda kufr ve iman, yani kufr kesbi ve iman kesbinin saliman degani, yani xali halda yaratdi. Demek ki inson nimada Adem alayhisalomning sulbida nimada qanday yaratilgani yo'q. Bir kufrni kasb qilib, kufr bo'lgan, kafir bo'lgan holatida ya mu'min bo'lgan holatida yaratgani yo'q. O chaqda faqatlam ularda iman fitrisi bor edi. İman fitrisi, yani imanni qabul qiladigan holati bor edi. Ammo iman kasbisi yo'q edi. Yani imanni kasb qilmagan edi, chunki uni dunyoga kelgandan keyin balog'atga yetgandan keyin o'zi ixtiyor qilib tanlaydi. Summa khatabahum va amarahum, andan keyin ularga xitob qildi Alloh taolo bu dunyoda. Va amarahum, ularni yaxshi ishga buyurdi. Ularni yaxshi ishga buyurdi. Ularni yomon ishdan to'sdi. Anladın? Yomon ishdan, kofirlikdan, osiylikdan to'sdi. Va xo'shamdi fakafara man kafar. Endi kofir, ulardan kofir bo'lganlar kofir bo'ldi. Xo'sh, endi kufr degan nima gap desa, kufr degan inkor va jahad degan gapdan o'tadi. Kufr degan yani qilish, Alloh taoloning birlik borligini inkor qilish va tanish. Endi inkor bilan juhudniki ikkisiniki asli kalima mutaradifa. Lekin ikkisiniki farq bor ma'nosida. Inkor degan gap am, juhud degan xos. Juhud nima xos? Juhud degan gap bir narsani bilib turib inkor qilganni juhud deydi. Masalan, palonniki haqiqatini bilib turib uni inkor qilsa, ya palonning haqqi borligini bilib turib uni inkor qilsa, buni juhud deydi. Yani bizde Uyg'urchada tenevelish degan, tan almaslik. Tenevelish deymiz. Endi inkor degan bilsin, bilmasin inkor qilish. Bilsin yoki bilmasin inkor qilish, inkor. Ikkisi orqada umum va xusus mutlaq bor. Xo'sh. Endi va inkaruhu degan buni insonning inkor qilishi va uniki haqni tenishi, haqqa tenishi nima bilan bo'ldisa bi xizlanillahi taala iyyahu. Anladın? Buniki öz ixtiyor bilan kafir bo'lganlar. Chunki kafir bo'lganlar kim kafir bo'ldi degani öz ixtiyor bilan kafir bo'ldi. Buning kafir bo'lganligi Alloh taolaning uni tashlab etganligi, undan voz kechganligidan bo'ladi. Alloh taolo uni voz kechadi, kafir bo'ladi. Va amana man aman. Endi ularning ichidan iymon etganlar iymon etdi. Bi fi'lihi, yani bi fi'li degan, yani bi fi'lihi al-ixtiyari degan bo'ldi. O'zining ixtiyoriy sharikati bilan ve iqrarihi ve tasdiqihi degan gap o'zining iqrori va o'zining tasdiqi, yani qalbi bilan iqror qilish bilan va tasdiqni, tili bilan iqror qilish bilan, qalbi bilan tasdiq qilish bilan
iman etti. Bi tevfiqillahi teala iyyah ve nusretihi leh. Allah Teala'nın onu tevfik bilişi ve onun nusret bilişi bilen. İman etqanlar özü ixtiyar qiladi o. Amma Allah Teala şunu tevfik iman etishga tevfik berdi, nisb qildi. Tevfik degan gap nisb qilish. Allah Teala şunu iman etishga nisb qiladi. Onunğa yordam berdi, şuna iman etadi. Lekin öz ixtiyar bilan, ixtiyar qilishi. Akhraja endi xo'sh bizga islom fitrsiniki masalasini imom Azim so'zlab bo'lgandan keyin endi bizga nimani so'zlab berdi? Ya'ni alamul zar masalasini e'tiqodga oid bo'lgan masalani so'zlaydi. Alemler Allah Teala yaratgan alem 4 xil alem yaratgan. Birincisi alemul zar. Zar alemi. Alemul zar. Yani Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes Kur'an-ı Kerim dedi ki ve iz ahaza rabbuke min bani ademe min zuhurihim zurriyetehum ve eşhedehum ala enfusihim elestu bi rabbikum kalu bela şehidna en tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hâzâ gâfilîn. Yani aynı çağda Parvardigarın Adem Aleyhisselam'daki Adem evladıdan ulanıki öşnülerden ulanın evlatlarını çıkardı. Hemmisi evlatlarını. Bunda dümçüsün zuhurlarını çıkardı. Ve ulanın özrege guvah çıkıldı. Elestu bi rabbikum dedi. Yani ben sizlerin Rabbinle emmes mu dedi. Ular özleri bizden Rabbimiz. Biz guvalık verdik dedi. Bunu ne için kıldı? Kıyamet günü Rabbimiz biz bunu gafil kemiz dep turvelişinlarının aldığını elip biz mesela da pipoğan aynı zamanda dep deş üçün ulanıki özrüsünü bakar çıkarış üçün şunda kıldı deydi. Hoş endi demek alem bizde 4 xil alem var. Biri alemul zar, ikincisi alemul dünya, üçüncüsü alemul berzah, dördüncüsü alemul ahira. Yani Allah Teala 4 xil alemni yaratgan. Endi bu alemul zar degan qanday alemkan? Yani Adem Aleyhisselam yani Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam yaratib, Adem Aleyhisselam'nınki öşnisinden bütkül kelgusi kıyametga kadar keladigan avlodlarni zar holatida, yani xuddi yinjiga baldek, zargichalardek ashunday kichik holatda hammani chiqirib andin ulardan butunlay hammasidan alastu bi rabbikum deb masalan Rabbimiz biz o'zimizning Rabbimiz degan shu guvohlikni olgan, shu ahdini olgan, shu vaqtni nima deymiz? Olamul zar deymiz. Ma'vu birincisi. İkincisi alemul dünya, onun keyin anasını qo'shqin to'lgan holati alemul dünya kelgan. Üçüncüsü alemul berzah, yani insan ülep kabriga kirgan. Kabriga kelib qiyomatga shu İsrofil alayhissalom surni pidab tirilib qo'ymoqchi bo'lgan orliq o'lgandan keyin shu orliq alemul berzah deb ataladi. Alemul berzah. Dördüncüsü alemul ahira. Endi her bir alemniki qonuniyati yeni bir alemga o'xshamaydi. Her bir alem yeni bir alemdir. Alemul zar en tar alem, tar dünya. Alemul dünya bunun bir kız kenarıyak insan nispeten. Onun keneden alemul berzah ma alemul dünyanın kenarıyak. Alemul ahira hemmesinin kenar. Yani onun keneden bu kenarlık taalluq degan gaplar bu dünyada az bir işitib bizga o'tgan qonuniyatlar alemul berzahda o'tmaydi. Anladın? Shuning uchun qabr azobi bo'ladi haq deymiz. Bir odamga qabrini qo'y qabrga olsin, qo'y qabrga olmasin, qo'y o'tni ko'plab kelsin, yutquchayvonni qusqillab kelsin, qabr azobi bo'ldi, Allah qabr azobini tatib berdi, qabr ne'matlar bo'ldi, Allah ne'matlar bo'laverdi. Ya'ni bu ma alemning ishi alemga o'xshamaydi, alemning ishi alemga o'xshamaydi. Hech qaysi birisi bizga selishdi qilib bo'lmaydi. Bu shuni bilish kerak. Lekin hammasi haq, barhaq. Allah Taala xabar qildi, payg'ambar xabar qildi, buni biz amanna. Xo'sh, endi ahraca zurriyet Adem. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ın evlatlarını min sulbihi Adem Aleyhisselam'ın sulbeden çıkarttı. Fecealehum uqala ulanı akıl kıldı. Hemisi aklı var kıldı. Fekhatabahum ulanı hitap kıldı. Ve emerahum bil iman ulanı iman etişka buyurdu. Ve nehahum anil kufr ulanı kafir buluştun tostu. Bana bu şu az da bırakın kafir buluştun tostu. Feakarru lehu bil rububiyye. Şunu olan hemisi Allah Teala'ya ente Alastu bi rabbikum diyen hemmesi kalu bela. Kalu bela şehitna deb hemmimiz guvalık verdi. Anladın mı? Özlerimizin Rabbimiz deb guvalık verdi. Hoş. Emdi fekâne zâlike minhum imanen.
Mana mushu ularning iymon edi. Degan, ma iymon qanday iymon? Iymon fitri edi, ha. Biz hozir ikki xil iymon bor dedik. Bir iymon kasbiy. Iymon kasbiy yani bu dunyoda, alamud dunyo, bu dunyoda balog'at yetib bo'lgandan keyin aytgan iymoni. Ma iymon desa kasbiysi. Ma iymonchi desam, ya'ni ma Alloh taolaning ularni buyurib, ammasi qalu bala shahidna degandek bu iymoni nima bo'ldi? Bu iymon fitri. Nima bo'ladi? Iymon fitri. Uni mu'min deb atalmaydi. Uning savob mukofot uni berilmaydi. Savob mukofot shu dunyoda beriladi. U joyda hammasi e'tirof qilgan u joyda. Anladın? Endi kim o'zgartayotgan o'zidagi fitrisini, islom fitrisini bu dunyoga kelib o'zgartganlar, islom fitrisini, o'zidagi iymon xarakterini o'zgartayotgan bo'ladi. Fahum yuladuna ala tilkal fitra. Shuni ular endi bo'lgandan keyin ular shu fitra degan gap, ya'ni fitra degan gap asli xilqa degan gap. Fitra degan ma'nosi xilqa, ya'ni yaratilish degan gap, yarilish. Ular shu yarilishning ustiga tug'iladi degan gap, ya'ni shu yarilish degan gap nima gap? Endi to'lalma degan gap, endi texmi uyg'urlashsa tabiat. Shu tabiatning ustiga, shu xarakterning ustiga, ya'ni qanday xarakter? Ya'ni uning bir yaratuvchisi bor. U yaralgan banda, uning bir yaratuvchisi bor degan nimaning ustiga, xarakterining ustiga tug'iladi. Shuning uchun har dunyodagi insonning ko'p qismi hammasi nima izlaydi? Bir yaratuvchini izlaydi. Ya musulmon bo'ladi, yaratuvchini Alloh taolaning birligini tepib, musulmonlar to'g'ri dinni topadi yoki Nasara bo'ladi yoki Yahudi bo'ladi yoki nima bo'ladi? Butparast bo'ladi yoki o'tparast bo'ladi, chiqib bu narsani Alloh bu meni yaratgan deb tushunadi. Men banda u Alloh deb tushunadi. Bu fitra, ya'ni demak yaratish, yarilish degan hukm buni engida bor. Ammo yaratish, yarilish degan yo'q odamlar qanday odam desa, bu eng fitrisi buzuq odamlar, eng nejis. Ya'ni kimlar? Kommunistlar. Yaratuvchi yo'q. Yaratuvchi yo'q degan bu ko'z qarashni deganlar, bu insoniyat tarixidagi hayvondan battar bir nejis. Hatto butparast, o'tparastdan nima battar. Bu qat'iy fitriga qarama-qarshi ish. Tushundingmi? Shuncha tushunsak bo'ladi. Fahum yuladuna ala tilkal fitra. Xo'sh, va man kafara ba'da zalik. Kimki hamda mushu fitra, ya'ni sog'lom iymon tabiatidan keyin kofir bo'lganlar, tug'ilib bu dunyoda kofir bo'lganlar faqat baddala va g'ayyar. Bu almashtirayotgan, o'zgartirayotgan bo'ladi. Ya'ni sog'lom fitrisini o'zgartirayotgan bo'ladi. Va man amana va saddaq, kimki iymon etsa va chin qalbidan tasdiqlasa iymonni, faqat sabata alayhi va davam. Shu bizning sog'lom bo'lgan islom fitrisi, iymon fitrisi ustida mustahkam turgan va davomlashgan bo'ladi. Va lam yujbir ahadan. Xo'sh, endi Alloh taolo demak Imom Azam bizga fitra masalasini, islom fitrisi masalasini tafsil ayirib bo'lgandan keyin endi bizga Alloh taolaniki u hech qanday bir odamni iymon islomga yoki kofir bo'lishga majburlamaganligini, majburlamaganligini so'zlab valam yujbir ahadan min xalqihi ala al-kufr va la ala al-iman. Alloh taolo o'z xalqining hech kimni na kufrga na iymonga majburligini yo'q. Va la xalaqahum mu'minan, ularni mu'min qilib yaratmadi. Va la kafiran, va ularni kofir qilib yaratmadi. Biroq ularni ashxos, hammani shaxs qilib yaratdi Alloh taolo. Ularni mu'min qilib yaratmadi, kofir qilib yaratmadi, bal ularni shaxs qilib yaratdi. Vel imanu vel kufru fi'lul ibad. Iymon etish, kofir bo'lish degan hammasi bandalarning qilgan ishi. Bandalarning sharkiti, bandalarning kasbi. Demak, o'g'limiz bu iymon kasbining gapi. Ularni mu'minan muktasiban, mu'minan kasiban, kafiran muktasiban qilib yaratmadi. Demak, yaratishda uni o'zi qiladi. O'zi tanlaydi, o'z ixtiyori bilan tanlab bo'ladi buni. Va ya'lamullohu taala, Alloh taolo kofir bo'lganlarni fi hali kufrihi, kufr holatida kofir deb biladi. Fa iza amana ba'da zalika, uniki iymon etsa, alimahu mu'minan fi hali imanihi. Uni iymon etgan holatida mu'min deb biladi. Va ahabbahu, va uni yaxshi ko'rdi, mu'min deb. Min g'ayri an yataghayyara ilmuhu va sifatuhu. Alloh taolaning ilmi va sifatlari o'zgarmasdan deydi. Xo'sh, mana bu bugungi darsimizdagi fiqh akbarning matn. Demak bizga Imom Azam 3 masalani bayon qilgan bo'ldi. Biri islom fitrisi masalasi, ikkinchisi alamuz zar masalasi va undan keyin Alloh taolaniki hech qanday bir bandani maxluqni iymon islomga majburlamagani va kofir majburlamagani, hech qanday odamni mu'min kofir qilib yaratmagan. Bu faqat sog'lom fitri, ya'ni iymon islomni qabul qiladigan holatda. Ya'ni qalbida
men yaralgıcı, benim yaratquchim bor degan bir vujudida bor holatda shuni mayil holat yaratib qo'ydi. Uni keyin buni keyin o'zgartirayotganlar shu sog'lom tabiatini o'zi o'zgartirayotgan bo'ladi. Lekin hech kimni Alloh taolo majbur etmaydi. Hammasi o'z ixtiyori bilan qiladi. Kafir bo'lgan mu'min bo'lgan ishlarini o'z ixtiyori bilan tanlaydi. Shuning uchun jazo savob unga beriladi deydi. Endi biz sharhini o'qib kelaylik. Endi Ahmad ibn Muhammad al-Maghnisavi rahimahullah Şerh Fiqh al-Ekber degan kitobida deydiki, İmam Azamning xalaqallohu ta'ala al-xalqa saliman degan qavlidagi saliman degan so'z, men xoliyan degan bo'ldi ma'nosi. Ya'ni Alloh taolo xalqni yani kufrdan imandan xoli holda yaratdi. Salomat holda degan ma'nosi endi xoli holda demaydi biz deydi. Endi bu yerdagi kufr iymonni sharh qilib nima deydi u? Sharh allazayni yaksibuhuma fid dunya, ya'ni bu dunyoda kasb qiladigan kufr iymon demakchi. Bu yerdagi diqqat qilgan gap, kufr iymon degani ya'ni olamdagi olamuz zardagi anta alastu bi robbikum bizi qalu bala shahidna degandagi bu iqror emas. Bu iqror bor tabii. Bu nima? Uni nima deymiz? Iymon fitriy deymiz. Lekin demak iymon kasbiy, kufr kasbiy demakchi deydi. Bu dunyoda kasb qiladigan kufr iymondan xoli holda yaratdi. Bu tug'ilgan vaqtida. Uni kafir qilib musulmon qilib tug'ilib qo'ymaydi kimni. Summa khatabahum andin keyin ularga xitob qildi degani, ya'ni indal bulugh ma'al aql, ya'ni balog'atga yetgan chaqda aql bilan aqli va holda balog'atga yetgan chaqda xitob qildi. Ya'ni qanday Qur'on karimda ya ayyuhallazina amanu deb kelsa, Qur'on karim qanday xitob kelsa, biz aql yo'li bilan nimani taqsis qilib olamiz? Kichik bola, narsida balog'atga yetmagan kichik bola bundan chiqib ketadi va aqli yo'q, majnunlar bundan chiqib ketadi. Yani şeriatning xitobidan kim mustasno? Balog'at yetmagan kichik bola va aqli yo'q jinlar salonlar bundan mustasno. Buni deymiz, buni muxassis aqli yo'li bilan buni chiqarib o'tamiz. Va amarahum bil iman va ularni iymon etishga va taat ibodat qilishga Alloh taolo buyurdi. Va nahahum anil kufri al-isyan, ularni kafir bo'lishdan va osiy bo'lishdan to'sdi. Xo'sh, endi Alloh taolo shunday qildimi? Fakafara man kafara bi fi'lihi. Endi ularning ichidan yuqori bu insonlardan kafir bo'lganlar bi fi'lihi, o'z fi'li bilan kafir bo'ldi degani, endi bizning ixtiyoriy fi'li bilan. Chunki insonning ixtiyori juz'iysi bor. İxtiyorniki insonga ixtiyor juz'iy berilgan. İxtiyor kulli Alloh taolaning qo'lida. Lekin ixtiyor juz'iy deb, ya'ni taat, amal ibodat qilish, gunoh ma'siyat qilish, iymon etish, kafir bo'lish degandek ishlarni tanlashda tanlash huquqi berilgan iymon. U tanlaydi, Alloh taolo yaratib beradi. Shunga nima deydi bu yerda? Kafir bo'lganlar o'z ixtiyori bilan kafir bo'ldi. Xo'sh, endi va inkaruhu va juhuduhu al-haq. Bu yerda endi kafir deganni İmam Azam inkar, juhud deb sharh qilyapti. Kufr degan gap inkar qilish, tenib olish degan gap deb sharh qilyapti. Shu va inkaruhu va juhuduhu al-haq deganni al-juhud degan nima desa? Al-inkaru ma'al ilmi bi kawnihi haqqan. Ya'ni uning haq ekanligini bilib turib inkar qilish juhud deb ataladi. Ya'ni tenib olish. Yani haqiqatini bilmay turib inkar qilsa inkar. Shu inkar degan am nima? Jihad degan xos. Bi xizlanillahi ta'ala iyyah. Yani Allah Teala'nınki endi kafir bo'lganlar o'z ixtiyori bilan Allah Teala'nınki o'z ixtiyori bilan kafir bo'ladi va Alloh Teala undan voz kechishi bilan kafir bo'ladi. Voz kechish. Yani zalikal inkaru vel juhud. Ana ashu inkar va ashu tenish bi sebebi xizlanillah. Xuzlan ikki xil bir joiz. Xuzlan deb ikki xil bir joiz. Yani Allah Teala'nınki kafir bo'lgan odamning voz kechish sababi bilan bo'ladi. Fi Muhtar Sahah degan kitobda xazalahu xuzlanan va xizlanan deb keladi. Yani taraka avnahu va nusratahu degan bo'ldi. Yani uningga yarvilakda bo'lishni va uningga yordam berishni tark etdi. Yani undan voz kechdi. Uni tashlab etdi degan gap. Va amana man amana bi fi'lihi. Endi xo'sh, ularning ichidan iymon etganlar o'z ixtiyoriy fi'li bilan, o'z ixtiyoriy sharti bilan iymon etdi. Yani o'zi ixtiyor qilib, o'zi tanlab iymon etdi. Ve ikrarihi degan gap o'zini til bilan iqror qilish bilan va tasdiqihi degan, ya'ni o'zini qalbi bilan tasdiq qilish bilan iymon etdi. Ya'ni bi tawfiq uning ustiga uning yana bir yondavchi bor. Bi tawfiqillohi ta'ala iyyahu va nusratihi la. Alloh taolaning uning tawfiq berish bilan uning nusrat qilish bilan birga. Xo'sh, tawfiq degan nima gap desa, at-tawfiqu ibaratun an at-ta'lif va at-tawfiq bayna iradati al-'abd va bayna qada'illahi ta'ala va qadari. Tawfiq degan, ya'ni at-ta'lif degan gap
köndüreş. Ve tevfik degan gap moslashtirish. Ya'ni bandining irodasi bilan Alloh taolaning qado qadrining arasini moslashtirish va udullashtirish. Din bir iborat tevfik degan gap. Ve hada emri bu Allah Teala'nınki bandining irodasi bilan Alloh taolaning qado qadrini moslashtirish, udullashtirish degan yaxshi yomonlikni va ma huwa saada degan baxtlik, saodatmanlik va ma huwa shaqova degan baxtsizlikni hammani o'chiga oladi. Walakin jaratil adatu li takhsis ism at-tawfiq bima yuwafiqu as-sa'adata min jumlati qada'illahi ta'ala va qadari. Lekin jaratil ada, odat shundoq jari bo'lganki, li takhsis ism at-tawfiq, tawfiq degan ismni, tawfiq degan ismni saodatga muvofiq keladigan narsaga xoslab kelgan. Odatda yani ulamolarning odati shundoq joylab kelganki, qachon tawfiq deb kelsa, tawfiq degan ya'ni baxt saodatga muvofiq keladigan narsaga. Min jumlati qada'illahi va qadar. Alloh taolaning qazo va qadarining ichidan baxt saodatmanlik yo'liga, yaxshilik yo'liga muvofiq keladigan ish kelganda tawfiq degan gap aytildi. Ya'ni Alloh taolo tawfiq bersin degan gap, Alloh taolo yaxshilikqa nisb qilsin. Bizniki shu qazo va qadarining ichidagi buni yaxshilik bo'lgan ishlarga Alloh taolo nisb qilsin degan bo'ldi ma'nosi. Kama anna al-ilhada ibaratun anil mayl. Shundaki ilhad degan so'z asli ma'nosi ilhad degan nima? Mayl, burilish, mayl bo'lish degan gap. Ya'ni fakhussisa biman yamilu ila al-batil. Bu kin batilga mayl bo'lgan odamga xoslanib qolgan. Ya'ni İhya al-Ulum degan kitobda shunda bayon qilingan deydi. Imom G'azali bunda so'z bayon qilgan bo'lgan deydi. Ya'ni batilga mayl bo'lgan odamga ilhad va men kimki nimada alam turib ilhad qilsa degan gap, ya'ni haqdan batilga nima qilsa mayl bo'lib burilib ketsa degan gap masalan. İlhad deganning asl o'zining ma'nosi nima? Burilish degan, faqat burilish degan gap. Keyin bu yomonlik qilgan ham, yomonlikqa burilib ketgan, nahga, xato yo'lga burilib ketgan odamga ham xoslab qolgan. Xuddi shuningdek, tavfiq degan ism bu asli, ya'ni Alloh taolo tavfiq degan gap Alloh taoloning qazo va qadarida nim bo'lsa, bandaning irodasi ikkisini udulashtirib, moslashtirib berishini nima deb ataladi? Tavfiq deb ataladi. Lekin keyin shu nima qilganda odat shunda joy bo'lganki, bu nimaga xoslanib ketgan? Faqatla baxt saodatmanlik, yaxshi yo'lga ham tavfiq bilish degan, yaxshi yo'lga nisb qilish deb shundan xoslab ketgan deydi. Xo'sh, bu masala tugadi. Endi akhraja zurriyata Adama, Alloh taolo Adam alayhisolamning avlodlarini min sulbihi, Adam alayhisolamning sulbidan chiqardi. Faja'alahum, chiqarib ularni hammani aqil qildi. Fakhatabahum, ularga xitob qildi va ularni iymoniga chiqib buyurdi va kofirlikni to'sdi. Faqaru ular Alloh taolaning parvardigor ekanligiga iqror qildi. Fakana zalika minhum imanan, ana shu ulardan iymon hisoblandi. Fahum yuladuna ala tilka fitra, ana ular shu fitriga, ya'ni chunki iymon yani iymon fitri. Ashu fitri yani iymon fitrasiga ustida tug'iladi. Ular tug'ilganda ashu iymon fitrasi ustida tug'iladi degan qilib deydi. Ay ala tilka fitra degani yani ala tilka iymon, yani ashu iymonga demakchi. Shu Imom Azam o'zi bu yerda bir qatim iymon deb atab, keyin tilka fitra deb iymonni fitra deb atadi. Va inna ma sammahu al-fitra. Imom Azam nimishqa buni iymonni bu yerda fitra deb ataydi desa, nimishqa li annahum futiru alayhi. Chunki ular aşı iman üstüge, aşı çağdaki e'tiqad iman üstüge yaratildi. Anladın? Nimishqa? Vel fitra degan asli xilqa degan bo'ldi. Fitra degan yani yaratish degan ma'nosi bor. Fataran nas alayhi degan Alloh taolo aşı üstüge yaratgan degan ma'nosi bor. Fatara degan gap yaratdi degan gap. Andavandan keyin nimishqa islom fitrasi deydi desa, yani bir adam musulmon bo'lsa, bu dunyoda mu'min bo'lgan bo'lsa, aşı aslidagi imanının üstüge yaratilgan bo'ladi. Aslidagi imanının üstüge yaratilgan bo'ladi. Shuning uchun fitri iman üstüge yaratildi deb ataladi deydi. Xo'sh, endi deydiki siz mal ittafaqat ammatul mufassirin, yani ko'p sonliq mufassirlar va jumhurus sahaba, ko'p sonliq sahaba tabiinlar nimaga ittifoq qildi? Yani ala ihroji zurriyati Adam. Adam Aleyhisselam'ın avlatlarını Adam Aleyhisselam'ınki degan mürüsü, dümbüsüdün çıqağanlıqqa ve axzil mithaq aleyhim fi asrihi ve uladın Adam Aleyhisselam'ın zamanında Çin ahda ağallıqqa nima qildi? Belki keldi. Yani demek bedelli bilen demekçi. Bedelli bilen demekçi. Ruhlu bilen bedelli demekçi. Ve minhum men yaqulan ularning ichida ularning bir qismi mundaq deydi.
arada zalika alel ervahi dunel abdan. Allah Teala bu ahdi misakni ruhlarga tanlagan edi. Bedellerge emas diyenler hem var. Vallahu alem. Uçakta anda diyende alemul zerri, uçakta alemul ervah de bunu katıdır, ervah diyenler. Fein qil, eğer bunda değilse, hem sual miskep kalsa. Ma vecihu ilzamil hücceti bi kavlihi Teala. Hem de Allah Teala yüzüne bunu kavlen hüccetini lazım kılışının yolu nime, sebebi nime. Ya Allah Teala, elestu bi rabbikum. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Allah Teala cemi Adem evladının yüzdeki Allah Teala Adem evladının evlatlarını çıkarıp onun kendine hem miskiden guvalıkını elip Allah Teala ehdi elip için ehdini elip mezlerin perverdiganlığa mesbud dedi. Ola hemmisi şundak özü bizim Rabbimiz biz guvalık verdik dedi. Bunun nime için adı size en tekulu yemel kıyamet. Yani kısa kıyamet günü ya Rabbi biz bunu gafil kemmez. Deptu varsa şunda demesikin için Allah Teala mundakıl deydi o. Hem de bununki yolu kanda olap diyelim bizim hiç kazımızda isimizde kalmadan tutsak bu iş. Unutkan tutsak. Allah Teala bunu biz bunu ağan desek biz unutkan tutsak kıyamet günü biz gafil kemmez. Desek unutkan kemmez desek bizim gibimiz akıl yolu kemez mi o? Siz bir sual sorsa. Yani ve nahnu la nezkur hadal misak ve in tezekkerna. Yani biz bu misakını, bu ahdini esleyemeyiz. Hakkınca eslesek mi? Ve in tezekkerna diyen zoğulen eslesek mi? Yani tefeala babı zoğulen kılışın gibi mecburi. Yani mesela Peygamber baku fe illem tebku fe tebaku diyen. Yığlanla, eğer yığlanmazsan zoğulen yığlanla, mecburi yığlanla, üzerine zorla bir yığlanla diyen değil. Bir şey tezekkerna mezun mu? Yani eğer bir hakkınca zorla yüzümüzü zorla kayıt eslep baksak mı? Esleyemeyiz onu. Dep bir sual kep kalsa deydi. Kulna onu cevap verip deyimiz ki ensanallahu zâlikel ibtida. Allah Teala bizge aşı başlanıştı yani. Aşı Adem Aleyhisselam'ın ki ölçülüsüdün, mülüsüdün bizni çıkarıp bizge guvahlık başını ibadet aşı başlanıştı. Allah Teala unutulduydu. Lienne dünya meyad ki lienne dünya diyen başlı galet kemmiyede. Liennel ahirete buluş gerek. Ma o lienne el ahire. Müşahede ki dünya ibadet galet miyede. Ama yeni bir nüshusu karab baksak bu ne kitabın yeni bir nüshusu da ve nahnu la nezkuru hadal misak ve in tezekkerna diyen sual kıyasa kulna deyimiz ki ensanallahu zâlikel ibtida liennel ahirete dargım. Eyvah bu işte doğru. Allah Teala bizge bu misakını bu başlanışını unutuldurdu. Demiş kızı çünkü ahiret diyen dar gayb. Gayb huylusudur. Ahiret gayb huylusudur. Ve aleynel imanu bil gayb. Yani ahiret gayb huylusu bizge gayb ki iman etiş vacip geldiğimizge. Kömeytirip iman etiş vacip. Biz Allah Teala'nı kömeytirip ahiret kanamamaz. Yani Allah Teala'nı kömeytirip, periştelerini kömeytirip yani gayb ki iman etediğin aşk Kur'an-ı Kerim'in başında Bakara Suresi'de Elif Lam Mim dergi kitaplar ve fi hudel muttakin ellezine yu'minune bil gayb. Dedi. Gayb ki iman etişimiz. İmanın asası gayb ki iman etişimiz kurulur ama şunda oğandığımız gayb ki iman etişimiz lazım. Allah Teala şunu için unutulurdu. Hem de وَلَوْ تَذَكَّرْنَا ذَلِكَ الْمِيثَاقِ لِزَوَالِ الْاِبْتِدَاءِ وَمَا يُنْسَى لَا تَزُولُ بِهِ الْحُجَّةِ. Ma yadik ma ibaretin mesela var. Bu وَلَوْ تَذَكَّرْنَا bulması gerek bu. Bu yadik lev lem buluş gerek lem. Lem buluş gerek. Çok mu lev mesela lem. Yani وَلَمْ تَذَكَّرْنَا ذَلِكَ الْمِيثَاقِ bu soğur buludu. Bir şey bu lev ne lem göz gördü tanımlamış. Lem buluş gerek yani. وَلَمْ تَذَكَّرْنَا çünkü lev ise ben doğru çıkmaydı. Lem desek ben doğru çıkıyor. Ve lem tezekkerna zâlikel mîsâk li zevâlil ibtidâ. Yani biz aşı misak ne? Aşı Allah Teala bizin ağan aşı misak ne? Li zevâlil ibtidâ. Baştan da zahir bulup ketkenlik için esleyenmedik. O yok ketkenlik için esleyenmedik. Ve mâ yunsa. Hem hoş. Ve mâ yunsa diyen anda yani unutulgan neyse. Unutup kaldık diyen gibi Allah Teala unutulgan diyen gibi unutup kaldık başında işte. Unutuldu. Hem unutulup ketken neyse bilen unutulup ketken neyse bilen la tezulu bil hüccet. Hüccet zahil olmaydı. Birisinin unutup kaldığımızda hüccet zahil olmaydı. Ve la yesbutu bil uzur. Onlar özür hem sabit olmaydı. Allah biz bilip tükenmeyiz gibi özür etkili olmaydı. Unutup kalıp ona bana yani birisinin unutup kalışından özür onunki kıyamet günü su olmaydı diyen gibi olanmaydı. Hüccet olanmaydı. Çünkü Allah Teala ne dedi? Allah Teala fi a'malina. Allah Teala bizim şu dünyada kalan amelimiz hakkında dedi ki ihsahullahu ve nesu. Ula
nima Alloh taolo uni sanab qo'ydi. Ularning har bir ishini Alloh taolo sanab qo'ydi va nasu deb uni unutib qoldi. Vallohu ala kulli shay'in shahid. Mana ish qiladigan bo'lsa, o'sha oyatda ularning unutib qolgani kuchli bo'ldimi? Kuchli bo'ldimi? Kuchli bo'lmadi. Uni unutib qolgani ishi yo'q Alloh taolaning. Alloh taolo xotirlab qo'ydi, yozib qo'ydi. Alloh taolo bilgan bo'ldi. Uniki unutib qolgani g'ayr mu'tabar. Bunday ajoyib kuchli dalil keltiradi. Ya'ni agarda biz ya'ni Alloh taolo bizga unuttiryapti. Nima uchun unuttirdi? Chunki oxirat olami degan, chunki bu dunyodagi bizga kelgan sinov g'aybga iymon etish. Alloh taoloni ko'maytirib iymon etish, farishtalarni ko'maytirib iymon etish. Endi Alloh taolo nima qilib bizning isimizni uchuvatdi desa, sinov uchun, ya'ni g'aybga iymon etkizish uchun. Endi biz Alloh taolo unuttirdi deb unutib qoldik, ha? Unutib qolganlikning o'zi bizga bana bo'lmaydi. O'zi bo'lmaydi. Chunki mujudda o'zimiz qilgan amallarimizni natijasini unutib qolamiz hozir. Qilgan eski amallarimizni unutib qolamiz. Alloh taolo o'zi yapsin. Qiyomat kuni oldimizga bibilab kelgan desam biz kurdigan gap Xudoyimiz saqlasin. Ash unutib qolganligini Alloh taolo ahsahulloh va rasul dedi. Alloh taolo saqlab qo'ydimi? Bizning unutib qolganimizda Alloh taolo ishi yo'q, farishtalarning ishi yo'q. Bunda deb o'tadi bizga. Buni hozirgi zamon odamlarining ba'zilari bunda misol keltirib imtihon. Bu dunyo imtihon, sinov dunyosi. Alloh taolo bizniki vujudimizga islom fitrasi bilan bu fitrani kirgizib o'tib, xuddi isimizni nima qilyapti mana yuyatdi, sinash uchun. Bu sinov uchun. Biz hozir tanlamdi shu fitrasi bo'yicha buni tanlamdi yoki havo yavasga ayib ketamdi deb. Fitrasini tanlaganlar mukofot qilishadi. Agar esida bo'lgan bo'lsa, esida bor turib tanlasa uni bir mukofot bersa unolmaydi-da. Agar shuni %100 eslab turgan bo'lsa vaqtida, eslab turib buni keyin uni hozir shuni tanlasa uni bir alohida ish mukofot bergich ish olmaydi o'chada. Lekin yana bir unutib qolganligini tanlagandan uni mukofot qiymini bo'ladi, katta bo'ladi. Lekin Alloh taolo undan to'xtab qolmadi. Eng muhimi edi. Alloh taolo u islom fitrasini qalbida vujudiga o'rinlashtirishdan to'xtab qolmadi Alloh taolo. Bizga faqat shu qadimdagi o'zi misaqdagi ahdi bilan to'xtab qilib shuninglar so'maydi qiyomat kuni. Nima deydi bu yerda? Vajaddadallohu hadal ahda va zakkarana hadal mansi. Alloh taolo bu ahdini yengiladi. Bizga bu unutilib ketgan bu ro'zi misaqni eslatdi. Qanday qilib? Bi irsalir rusuli va inzalil kutub. Bizga payg'ambarlarni avatish bilan va kitoblarni nozil qilish bilan. Fala andavandikin falam yathbutil uzru kaza fi tafsir ash-shahr. Andavandikin uzr sabit bo'lmadi. Hech qanday o'rna. Uchoqda o'zi qolmadi. Ammo unutib qolibdimizkan demak degan bo'lsa, payg'ambar kelmaganmi sizga? Demaganmi payg'ambar uni? Qur'on kelmaganmi? Qur'onni kelib demaganmi? Bo'ldi. Aslida keldi. Xuddi Qur'on kelib ishonchli kitob bo'lganda buni biz xuddi ko'ryaptim bak ishim ketdi hozir. Hatto o'zimiz ko'rgan gapga Qur'on kerimning gapiga ishonmaymiz. Biz odatda. Chunki Qur'on kerim haqni so'zlaydi. Biz barcha xato ko'p qilishimiz mumkin. Qur'on kerim xato qilmaydi hech narsani. Demak hech qanday o'zi qolmaydi degan gap. Allah bu hammasi nima uchun desa Alloh taolaning Rahmon Rahim sifatidir. Ya'ni Alloh taolo bandalarga mehribon bo'lgandan keyin o'sha chog'da bir yig'ib butun vujudiga iymon islom engini bir kiygizib o'tib, uni keyin bu dunyoga kelganda yana payg'ambarlarni avatib, kitoblarni nozil qilib, ulamolarni avatib, ayda qilib Alloh taolo to'xtamay bu bandan bir to'g'ri yo'lga kiramiki, to'g'ri yo'lni ixtiyor qilamiki deb Rahmon Rahim sifati sababini qilish bu. Xo'sh, endi va man kafara ba'da zalika faqat baddala va g'ayyar. Endi kimki ashundan keyin kafir bo'lgan bo'lsa, faqat baddala va g'ayyar. Bu almashtirib aytgan o'zgartirgan bo'ladi. Ya'ni o'ziniki baddala va g'ayyara imanahul fitri. O'zining fitriy iymonini, fitratdagi iymonini fil kufrilladi iktasabahu, o'zi kasb qilgan kufr bilan bi ixtiyarihi badal bulugh, balog'at yetib bo'lgandan keyin ixtiyor qilish bilan nima qilayotgan bo'ladi? O'zgartirgan bo'ladi. Mishadi inchki masala ish ko'rishda ko'rsatib beradi masalan maktabga qisqa kitob bo'lgandan keyin masalan yomonlikqa iktisob deyiladi, yaxshilikqa kasb deyiladi. Insonning bu dunyodagi ixtiyoridan masalan la yukallifullohu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat va alayha ma iktasabat. Alloh taolo u kasb qilgan narsa uning foydasiga, iktisob qilgan narsa uning ziyniga dedimi? Undan keyin iktisob degan yomonlik ixtiyor qilganini iktisob deyiladi. Yaxshilikni ixtiyor qilib qilganini kasb deyiladi. Shu yerda bil kufrilladi iktasabahu deb shuncha inchkilik bilan so'zlayapti bu maktabda, shu inchik kitob bu. Bil kufrilladi iktasabahu bi ixtiyarihi badal bulugh. Va man amana va saddaq kimki iymon etsa va tasdiqlasa
بعد خروجه إلى دار التكليف yani dar teklif dar dünya dar teklif yani dar dünya dar teklif ki çıkıp bo'lgandan keyin ve sayruratihi aqilan uniki aql bo'lib bo'lgandan keyin yani balog'atga yetib aql bo'lib bo'lgandan keyin iymon etib tasdiqlasa demak bir odam balog'atga yetganda boshqa bir iymon etish muhim degan gap-da. Tug'ilgan siqilmay yani bir odam balog'atga yetib endi shariatning rasmiy tekliflari bunga keladigan farzandga alohida bir iymon etib boshqadan bir musulmon bo'lish bilan aytib zo'rga gap chiqdi deb. Tug'ilgan chog'dagi kichik chog'dagi iymon esa bo'lmaydi. Aqlga tujab bo'lgan keyin iymon hisob degan intayin muhim gap ma'lum. Faqat sabata alayhi yani u shu iymon fitriy iymonining ustida mustahkam turgan bo'ladi. Allazi hasala lahu yawmal misaq yani misaq kuni hosil bo'lgan fitriy iymon ustida mustahkam turgan bo'ladi. Balog'atga yetib bo'lgandan keyin iymon etib shuni tasdiqlasa va davoma ash iymon ustida davomlashgan bo'ladi. Xo'sh, endi fa in qila agar bunda deyilib qolsa hada yunaqidu qawluhu awwalan ma imom azamning ma qawli va man kafara ba'da zalika faqad badala va ghayyar va man amana va saddaqa faqad sabata va davam degan ma qawli beshidiki xalaqallohu al-xalqa saliman min al-kufr wal iman degan qawliga qarama-qarshi keladi. Birinchisida nima dedi? Allah Teala barcha xalqni kufrdan iymondan xoli yaratdi dedi. Miyadamda bir kim kafir bo'lsa almashtirayotgan bo'ladi, mu'min bo'lsa tug'an bo'ladi debdi. 5ta unda iymon yo'q desa, miyada almashtirayotgan bo'ladi, kafir bo'lsa iymondan almashtirayotgan bo'ladi, mu'min bo'lsa iymonda tug'an bo'ladi. Demeyadagi ma gapning aslida iymoni bor degan gap chiqadi. 5ta gapda aslida iymoni yo'q, kufrisi yo'q, iymoni yo'q degan gap chiqadi. Bu İmam Azam'ın qavli birisi qarama-qarshi kelib qoldi desa deydi. Buni tushuntirib sharhga mudar foydasi bor aynan. Tushunib dediki, qulna uni deymizki, ma'nosi buning ma'nosi ana xalaqallohu al-xalqa saliman min al-iman al-kasbi. Alloh taolo xalqni iymon kasbi iymondan xoli holda yaratdi. Muttasiban balki muttasiban bil iymon fitri iymon bilan sifatlangan holda. Yani Alloh taolo dastlab buni yaratishda qanday yaratdi? İman fitrisi bilan sifatlangan lekin iymon kasbining xoli holda yaratgan. Degan bunda degan mutumasi qarama-qarshi kelmaydi ishlar. Qala Nabiy alayhisalom shundan keyin u balog'atga yetgandan keyin o'zi ixtiyorlik bilan ya kufrni tanladi, iymonni tanladi. Uni tanlig'ini ya iymon kufr kasbi, kufr iktisobiy bo'ladi yoki iymon kasbiy bo'ladi. Shu. Payg'ambar sallallohu degan, kullu mavludin yuladu ala al-fitra. Har qanday bir tug'iluvchi fitrat yani islom fitrisi, iymon fitrisi ustiga tug'iladi. Yani İslam fitrisi tushuntirgan, yani uniki men yaralg'uvchi, meni bir yaratuvchi bor degan ong vujudida baholab tug'iladi. Fa abawahu yuhawidani. Uni ikki ota-onasi uni ya yahudi qiladi, yo nasrani, yoki nasara qiladi, yoki majusi qiladi, faras qiladi. Ota-onasi andikin kasbiy bo'lgan aqidani kiygizadi ularga. Va hada dalilun mana mushu hadis dalilun ala anna atfal al-muslimin yani bu hadis nimaga dalil desa, musulmonlarning kichik bolalari va kofirlarning kichik bolalarining hammasining mu'min ekanligiga, ya'ni bil imonil fitriy iymon bilan hammasi mu'min ekanligiga dalil. Shuning uchun biz jannatga kirdik. Va lam yujbir ahadan min xalqihi ala al-kufr. Alloh taolo o'zining xalqining hech bir kimni kufrga, na iymonga majburlamadi deydi. Ya'ni Alloh taolo miyaddatib shu jabriyaga qarshi so'z aytdi. Ya'ni annalloh taolo Alloh taolo la yahqul kufrini ve imanni fi qalbil abd degan bandaning qalbida bir tariqil jabr va ikro degan majburlash va zo'rlash yo'li bilan yaratmaydi. Majburlab zo'rlab yaratib qo'ymaydi. Bal yakhluquhuma balki iymon bilan kufrni bi ixtiyoril abdi va ridahi va muhabbati. Ya'ni bandaning ixtiyori va roziligi va muhabbati bilan nima qildi yaratdi. Buni baribir Alloh taolo bandaning qalbiga majburiy iymon solib qo'ymaydi. Majburiy nima solib qo'ymaydi, kufrni solib qo'ymaydi. Belki bende imanni ixtiyor qiladi, imanni Alloh taolo yaratib qo'yadi. Bende kufrni ixtiyor qiladi, Alloh taolo kufrni yaratadi qalbida. Bendeniki Alloh taoloning yaratishi xalq deb ataladi. Bendeniki kasb deb ataladi. Yaxshilik bo'lsa kasb, yomonlik bo'lsa iktisab deb ataladi. Ham buni tag'in tushuntirib aytadiki, ala tara, qaramamsan. Annal iymana mahbubun lil mu'mini val mahbubun lil mu'mini val kufru makruhun va mabghudun va manfurun lahu mahbubun lil kafiri. Qaramamsan. İman mu'minga intayin yaxshi ko'riladi. Kafir bo'lsa, kufrlik bo'lsa, mu'minga nayt yomon ko'riladi, o'ch ko'riladi, ma'nat yeginishlik ko'riladi. Bak yeginishlik.
sət görülüdü. Yani mümin imanını cennetin bək yaxşı görüldü. Amma kafirlikni, çok küfürlikni eşekli üç görüldü, bək yaman görüldü. Amma muşu küfürün özü məhbubul lil kafir. Kafir'i intayını yaxşı görüldü. Kafir imanını yaxşı görmeydi. Kafir küfürünü yaxşı görüldü. Kafir özünün kafirlik uçunda hoş. Şunu nima qiladi, shuni dunyoga davransa hep yurdi o'zini kufrisini. Demak bu shartni nima deb bilalaymiz? Musulmon iymonini yaxshi ko'rganligi, hech kimga tegishmaydiganligidan musulmon iymonini yaxshi ko'rganligi uchun Alloh taolo iymon buni beribdi ekan. Kafir kufrisini yaxshi ko'rganligi uchun Alloh taolo kufrini beribdi ekan degan bir sharт chiqadi. Ya'ni hargizmi Alloh taolo majburlab agar bir odamga qalbida iymoni bor, iymoni o'ch olsa, bu odam musulmon bo'ladimi? Musulmon bo'lmaydi. Allah Teala mecburiyet koygan buldu da çağdı ona. Ve la halakahum mu'min. Allah Teala onları mümin yaratmadı. Yani mümin kesbi demekçi. Yani la yahlukullahu Teala. Yani Allah Teala halakını bil iman el kesbi. Yani iman kesbi olan mümin kılıp yaratmaydı. Ve la kafiran. Yani kafir kılıp yaratmaydı. Yani küfür kesbi olan. Kesbi küfür olan kafir kılıp yaratmaydı. Velakin halakahum eşhasen. Bırak ulanı şəxs qılıb yaratqanda. Vel iman vel küfr fi'l ibad. İman bilen küfür degen bendelerninki qiyliqidir. Bendelerinin fi'lidir. Yani enel küfre vel iman, küfür, iman, taat, isyan hemmisi min ef'alil ibad. Bendelerinin fi'lidir. Ana bendelerninki bularni bendeler ihtiyar qılıp bendeler kesip qılıdı. Allah Teala bende ihtiyar qılıdı. Allah Teala yaratıp qılıdı. Bende kesip qılıdı. Allah Teala bunun ihtiyarını kesmedin soraydı. Yaratıp geldi sormaydı. Allah Teala demişti sen ihtiyar kıldın şunu yaratıp etmeydi Allah Teala. Ve ya'lemullahu Teala men yekfur. Allah Teala kafir bu adamını üzünün kafir haletinde kafir dep bildi. Kaçan ku iman etse ben de zalike aşındaki iman etse Allah Teala onun mümin dep bildi. Onun iman etkan haletinde mümin dep bildi. Ve onu Allah Teala yaxşı görüldü. Allah Teala'nın ilmi sıfatı özgürleşmesinden. Yani li'anne kulle mutegayyirin hadis. Çünkü her bir özgürlük turğucu hadistir. Ve kullu hadis her kandak yanından payda boğan neyse muhtacun ila muhdis denge bir payda kılıcıya muhtaçdır. Yani alim, kadir, hayat boğan bir payda kılıcı muhtaçdır. Muhtar yani muhtaç ila muhdisin, alimin, kadirin, hayyin muhtar yani alim, hemini bilgüçü, kadir, hemini kadir, hayat, muhtar diye ihtiyar kılıcı boğan bir muhdis payda kılıcı muhtaçdır. فَلَوْ كَانَ عِلْمُهُ eğer Allah Teala'nın ilmisi mutegayyir yani özgürlük turduğun bolsaydı لَكَانَ حَادِثًا Allah Teala'nın ilmi hadis boğan bulattı. وَلَزِمَهُ اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ تَعَالَى مَحَلًا وَلَزِمَ وَلَزِمَهُ وَلَزِمَ اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ تَعَالَى مَحَلًا الْحَوَادِسِ bu çağda Allah hadislerge mahal buluşu lazım kılıyordu çağda. Allah Teala hadislerge mahal cay urun buluşu lazım kılıyordu. Teâlâllâhu an zâlike ulûven kebîrâ. Allah Teala onun pak ve münezzehtir, yüksektir. Allah Teala hadislerge urun cay buluştun deme pak münezzehtir. Çünkü hadislerge urun buluş yine hadislikte lazım keltirdi. Şunun için Allah Teala'nın hiç kadar ilmi özgürmeydi. Lakin Allah Teala hem birisini şundak haleti bilip durdu. Özgürlükleri buldu. Malumatları buldu. Allah Teala'nın ilmi de emez. Bu şunu biliş gerek. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ve sellem ala halqı seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn bi rahmetike ya erhamer rahim.